Vtarichka domlarning yaxshi tarafi 2/6 balkoni bo'ladi. Bu degani zahmatsiz ham bo'ladi. Kadastrga balkon kiritilmaydi. 72 kvadratli Zolotoy qavatda, ikkinchi qavatda joylashgan shu kvartiramiz sotuvga qo'yildi. Manzil Yunusobod tumani 18-kvartal Chayka supermarketidan ichkariga kirganingizda sotilayotgan kvartiramizga yetib kelasiz. Ikkinchi qavat, 3 xona, 72 kvadrat metr. Remontlar tayyor, mana oshxonalari ham kattagina. Uyimizdan sizga tushuntirib beradigan bo'lsam, eshikdan kirganimizda bitta kattagina hol qismi bor. To'g'rida mehmonxona, undan keyin yotoqxona. Alohida yana bitta yotoqxona bor. Sanuzul hojatxonasi razdelniy. Narxiga keladigan bo'lsa, 79.900 so'rashyapti. Sunnatiga yana kelib, egalari bilan savdolashib, xarid qilsanglar bo'ladi. Bu vtarichka domma afzallik tarafi pishog'ichdan qurilgan. Yozda salqin, qishda issiqqina bo'ladi. Oilangiz bilan maza qilib yashasangiz bo'ladi. Maktab, bog'cha, transport, magazinlardan umuman muammo yo'q ekan. Egalarining raqamini videoning ostiga yozib qo'yganmiz. Kelib o'zingiz savdolashib, shu faizli kvartirani xarid qilsanglar bo'ladi. Yaxshi mahallalardan egalarining raqami bilan kvartiralarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin.